Assalomu alaykum rahmatulloh aziz obunachilar. Masalamizning shartiga ko'ra x ning kvadrati plus x plus 1 ifodani qiymati 0 bo'ladigan bo'lsa, x ning 5-chisi plus x ning 4-chisi plus 1 ifodaning qiymatini topishligimiz zarur. Demak, boshladik. Demak, masalamizning shartida berilgan ushbu ifodaga ko'ra x 0 ga teng emas. Chunki agar x ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, 0 plus 0 plus 1 teng 0 degan ifoda hosil bo'ladi va 0 teng emas 1 ga va bundan kelib chiqadi x ham teng emas 0 ga. Va men ushbu xulosadan kelib chiqamanki, ushbu ifodamni x ga bo'lib yuborsam bo'ladi. Demak, x ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, ya'ni x ning kvadrati plus x plus 1 teng 0 ifodani x ga bo'lib yuboramiz. Taqsim x, bu yoqda ham taqsim x, taqsim x va bu yoqda ham taqsim x. Va menda hosil bo'ladi, bundan kelib chiqadi x plus 1 plus 1 taqsim x teng 0 degan ifoda. Va bundan x plus 1 ni topib oladigan bo'lsam, minus 1 taqsim x hosil bo'ladi. Ana endi keyingi qadam ushbu bizdan so'ragan ifodani biroz ko'paytirishga ajratib olamiz, ya'ni biroz ixchamlashtirib olamiz. Boshladik. Ushbu birinchi va ikkinchi ifodadan x ning 4-chisini olib chiqamiz. Birinchisida x qoladi, plus ikkinchisida 1 qoladi. Plus 1 teng. Ana endi biz boya topgandek x plus 1 ifodaning qiymati aynan minus 1 taqsim x ga teng. Keltirib qo'yamiz. X 4-chisi ko'paytirilgan minus 1 taqsim x ga. Ana endi ushbu x ta qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yoqda x ning kubi qoladi. Plus 1 teng barobar, demak hosil bo'ladi bizda 1 minus x ning kubi. Ana endi 1 ning o'zi ham aynan 1 ning kubiga teng. Barobar. Ana endi ushbu ifodani qisqa ko'paytirish formulalaridan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni bu ham teng bo'ladi. Eslatma sifatida yozib qo'yamiz. A ning kubi minus b ning kubi. Ushbu ifodani ko'paytirishdan ajratsak, teng bo'ladi a minus b ko'paytirilgan a ning kvadrati plus ab plus b ning kvadratiga. Aynan ushbu formuladan foydalanib ushbu tenglikni ochib chiqadigan bo'lsak, hosil bo'ladi 1 minus x ko'paytirilgan 1 plus x ning kvadrati degan ifoda. Ya'ni bizni boshdagi ushbu ifodamiz aynan ushbu ko'rinishga kelib qoldi. Ana endi bizda avval shartda berganda ushbu ifodaning qiymati 0 ga teng deb. Ana endi 1 minus x ni agar men 0 ga ko'paytiradigan bo'lsam, ya'ni ixtiyoriy sonni 0 ga ko'paytirsak, har doim natija 0 chiqaveradi. Va bundan kelib chiqadi, bizdan so'ralgan ifodaning qiymati 0 ga teng bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat.